Xo'p, o'rtoqlar, shu g'ishtlarni ko'ryapsizlar. Mana shu g'isht bilan kimnidir boshini yorsa bo'ladi. Unga jabr yetkazsa bo'ladi. Yana kimgadir bo'lsa, shunchaki savob ulatsa bo'ladi. Diqqat qilasizlar, Uchtepa tumani Xurshid mahallasida joylashgan Labizax jome masjidini qurilishiga yetib keldim. Hozirgi kunga kelib, ozgina qurilishi to'xtab qolgan. Endi hozir muddaoga o'tamiz. Qora aka, hozir nima kamchiliklar bor bu masjidimizda? Oyliklar kamligi holatida ishlarimiz to'xtab qoldi. Ustalarimiz ham ketib qolishdi. Shunga xalqimizdan iltimos qilamiz. Shu masjidni Allohning baytiga muhabbat qilib, hissamiz qo'shilsin deb hissa qo'shadigan xalqimizga murojaatimiz shuki, beriladigan oyliklarga yordam berishsa. Kelgan hozirgi kunda traventinimizni masallig'i kelgan ustaga muhtoj bo'lib turibmiz. Agar ustalarimiz kelsa, ishlarni boshlab yuboramiz, xudo xolasa. Kimdir o'z mehnati bilan, kimdir o'zi ishlab chiqaradigan materiallari bilan, kimdir mablag'i bilan, xullas 5 ming so'mmi, 100 ming so'mmi nima bo'lishidan qat'iy nazar o'z hissasini qo'shsa, xudo xolasa, mana shu masjidda birgalikda ibodatni mukammal bajarishga harakat qilamiz. Sizlarga ma'lumot o'rnida telefon raqam va karta raqam qoldiraman. O'rtoqlar, diqqatli bo'lasizlar. Karta raqam rostdan ham masjidga tegishlimi deb amin bo'lishingiz uchun telefon raqam ham qoldiryapman. Bitta aloqaga chiqib o'zingiz uchun bilib olasizlar. Ana undan keyin savobga sherik bo'lsanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh hammangizlarni qilayotgan ihsoningizlarni qabul aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.